Bilasizmi, bir xil plastik xirurglar даже 28-30 yoshda уже jarrohlik operatsiyasini qilishadi. Bu уже genetikaga qaraydi. Bir xili bor 60-70 yoshda ham yuzi terisi shunaqa dahshat bo'ladi. Uni e'tibor bo'lmaydi. Hozir rostini aytsam, ekologiya juda ham yomon. Ekologiya yomonligidan bizada vitaminlar yetmayapti. Ayniqsa koronavirusdan keyin vitamin D yetmaydi, vitamin E yetmaydi. Bu juda ham bizaga ko'zamizga, terimizga ahamiyati bor narsalar. Kollagen kam chiqazadigan bo'lgan. Keyin bizada misol uchun hozir juda ham ko'p ayollar stress holatda, ayolning menstrualniy sikllari hammasi kamayib ketyapti. Qancha tez tomon bo'lsa menstrualniy sikl, shuncha inson tez qariydi. Bizada hozir ko'ryapsiz, hayot shunaqa, pul topish qiyin, uyda 5-6 ta bola, kimnidir eri ketib qolgan, tashlab ketgan. Ayollar doimiy stressda. Stress bo'lganda bu hamma yog'ingizga ta'siri bor. Ham gormonal ta'siri bor, ham yuzingiz terisini ta'siri bor. O'shaning uchun bu hamma narsa kompleksda gapiriladigan narsa. Bilasizmi, bitta ayol keldilar, 75-76 yoshda. Endi yuzlari shunaqa taringki, даже ip qo'yishga joyi yo'q. Ishonasizmi? Meni yonimga yaqinda 28 yoshli qiz keldi. Teri уже yelkada osig'lik yotibdi. Bo'shliq, kачествоsi ужасный. Unga, конечно, tavsiya qilaman. Ip ham, boshqa protsedura ham. Yana men har doim konsultatsiya qilganimda patsientlarga aytaman, sizlar faqatgina ustinglar emas, ichinglardan o'zinglarni to'g'irlanglar. Bu degani kollagen ichish kerak, gyaluronka ichish kerak. Конечно, yana muskullari zo'r bo'lish uchun sport bilan shug'ullanish kerak. Hozir internetda ochsangiz tiqilib yotibdi. Kitayskая meditsina, kitayskая gimnastika. Turinglar, 10-15 minut vaqt hamma muskullaringiz ishlashni boshlaydi. O'shaning uchun bu narsalarni ham tavsiya qilamiz. O'shanga men sizga aytolmayman qaysi yoshdan bu protseduralarni qilish kerakligini.